Bugun joylarda tashkil etilayotgan so'lim va zamonaviy bog'lar aholini maroqli hordiq chiqarishiga xizmat qilmoqda. Ayniqsa ushbu maskanlar tabiat bilan uyg'unlikda yaratilayotgani xalqimiz uchun yanada qulaylik yaratmoqda. Samarqandda ishga tushirilgan Markaziy Osiyoning eng baland charxpalagiga ega bo'lgan muhtasham vatanparvar bog'i ham ana shunday go'shalardan biri sanaladi. Samarqand shahrida barpo etilgan yangi madaniyat va istirohat bog'ining umumiy yer maydoni 7 gektar bo'lib, yoshlar va bolajonlar uchun eng so'nggi rusumdagi 25 xildan iborat qiziqarli attraksionlar o'rnatildi. Tashkil etilgan hayvonot bog'ida esa 20 dan ortiq turdagi noyob va qiziqarli jonzotlar parvarish qilinmoqda. Bu esa tashrif buyurayotgan xalqimizga har jihatdan manzur bo'lyapti. Mazza qildik. Odamning ruhiyatini ko'tarar ekan. Mana bolalar bilan bir boshqacha bo'lasizda. Havosi yaxshi, toza ekan, mana salqin mana. So'lim bog'ni barpo etish uchun 10 million dollar miqdorida investitsiya jalb etildi. Buning natijasida 150 nafarga yaqin aholi bandligi ta'minlandi. Aytish kerakki, bog' bir vaqtning o'zida 1000 nafardan ziyod aholi va xorijlik sayyohlarga yuqori sifatli servis xizmati ko'rsatish imkoniyatiga ega. Istirohat bog'iga balandligi 92 metrni tashkil etuvchi mahobatli charxpalak o'rnatilgani ko'pchilikda katta taassurot uyg'otmoqda. Charxpalak 49 ta shinam, xavfsiz va zamonaviy kabinalardan iborat bo'lib, bir vaqtning o'zida 300 nafar mehmonga xizmat ko'rsata oladi. Oilaviy bolalar bilan kelib bemalol aylanib ketsa, mazza hordiq chiqarib ketadi. Hayvonot bog'lari ham bor. Hayvonot bog'i uchun boshqa joyga borib yoki Toshkentga borish shart emas, o'zimizda bo'ldi, hamma narsa bo'ldi. Ko'hnakentda tashkil etilgan vatanparvar bog'i nafaqat xalqimiz, balki tashrif buyuruvchi sayyohlar uchun eng sevimli maskanlardan biriga aylanishi shubhasiz.